Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga spanli mana shu komplektimizni to'liq obzor qilib berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib, pastda obuna tugmasi bor. Obunani bosib qo'yinglar. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ying. Bugun sizlarga mono modelimizni obzorini tayyorlab beramiz. Divaniga e'tibor berasizlar. Divanlari ham bosh tomonlari o'ta chiroyli qilib ishlangan. Bosh tomonlarida yumshoq materiallar bo'ladi. Ikkita tomonlarda shunaqangi tumbuchkalar bor. İçlarini ham oshib ko'rsatib qo'yamiz. İçlari ham oppoq buni. Chiroqlari ham bo'ladi. Chiroqlari 3 xil rasvetkada yonib o'chadi. Plus matraslari ham bo'ladi. Oyoq tomonlariga e'tibor berasizlar. Juda chiroyli qilib naqshlar bilan ishlangan. Bu tomonda shkafimiz. Shkaf 6 eshikli bo'ladi. O'rtalari oynakli shunaqangi, ichlari esa polkali bo'ladi. Ikkita tomoni vishilka, kelin va kuyovlar uchun. Ichlarini ham ochib ko'rsatib beraman. Mana. Bu tomoni kuyov bolalarga kastam ilish uchun moslashtirilgan. Mana kastamlarni ilib qo'yaveradi. Bu tomonga shimlarni ilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana. O'rtalari polkali bo'ladi. Mana. O'rtalari polkali. Trimolariga keladigan bo'lsak, trimolari ham bo'ylari baland qilib ishlangan, stolchalari ham bor. Ikkita yonda tortmasi, o'rtalarida shunaqangi joylari. Va mana bu yerda sekretni joylari ham bor. Tilloplarni solib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Dauchik mexanizmlarda bo'ladi. Shu polni komplektimizni narxini kommentariyaga yozib qo'yamiz, o'tib ko'rishlaring mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Videoga bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Bundan keyingi videolarimizda qanaqangi spanlilar kerak sizlarga, arzonroq yoki qimmatroq, shu haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Hammaga xayr.